konsert dasturimizni davom ettiramiz. Sahnaga, mikrofon oldiga O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatay deb turgan san'atkor, xalqimizni ardog'idagi san'atkor, ajoyib san'atkor, 6 ta farzandli otasi, bitta xotin eri, Valijon Shamshiyev. O'tkir Muhammad Xo'jayevga qarsakiylarni emanglar. Bir oldin ko'rish var bu tomondagilar. Qarasizlar. Buyoqdagilar ham yaxshimisizlar? Joyi yo'qlar, sizlar ham yaxshimisizlar? Tog'dagilar. Yaqin o'tgan zamonda go'zal vodiy tomonda tug'ilibdi bir o'g'lon, ismi ekan Valijon. Qarashlari o't olov, yolg'on so'zni suymagan, shoshilmay yeydi palov, og'zi sira kuymagan. Vali vali valiko, g'amni o'ldirgin ako. Vali vali valiko, bizni kuldirgin ako. Kuldirishga harakat qilamiz. Rahmat musiqa uchun. So'xlilar, hali ham yaxshimisizlar? Yomon emassizlar. So'xlilar bor bo'lsin. Ikkita so'xlik yigit va qiz uchrashuvga chiqibdi. Yigit yarim soat bo'lsa ham qizga qaramabdi-da. Oxir skameyada o'tirishgan ekan. Qizi jahli chiqib yigitga qarab, "Dodik." O'tirasizmi? Desa Dodikam. Nima qilay? Ko'rmayapsizmi ularni? Bundoq qarasa, ikkitasi nariyada qorni ochib bir-biriga non chaynab berib o'tirgan ekan. Ko'ryapman. Qizlarni nima deb erkalashadi bu yerda? Bikka. Ko'ryapman, bikka. Ko'ryapman, bikka. Dodik. Nima qilishyapti? Nima qilishyapti? Qotdan bilay. Ano yigit hozir o'zim aytaman. Ano qizni o'pya. Dodik. Nima o'pdi, bikka? Siz ham o'pmaysizmi? Desa, haligi Dodik o'rnidan turib, "Xo'p bo'ladi. Hozir ruxsat so'raychi, yigit ruxsat beramikin?" bu yerga ketdi. Men hazil qilib gapiraman, zilidan o'zasiz. Shu shlyapamni yechib qo'yar-ya. Ko'rdinglar, shlyapam bor. Shlyapamni kimgadir otay. Undan oldin kimdir gul olib keldi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Voy, baraka top. Oting nima? Nomotchi. Dinnur. Dinnur. Baraka toping. Qatta olding? Topib oldi. Bopladi-yu, topib oldim dedi. Ber bo'lmasa. Baraqal. Baraqal. Sizni ham davolashadi. Ko'pchilik bizni qalami bor, yozib turadi, she'r yozadi deydi. Xo'p desanglar, mana shu o'tgan safar kelganimda bu butun respublikaga tarqalibdi. Bu yerga kelganimiz salto. Oldin sakrasam salto bo'lardi, hozir sakrasam xalta bo'lyapti. Ko'pchilik bizdan yangisini kutadi. Butun respublikaga tarqalib, haqiqatan so'xni havosi rostdan shunaqami? Nafas olsam maza qiladimi deb hatto bizdan juda ko'p joylarda so'rashdi. Haqiqatan mana ulkan bir tog'lar bag'ridasizlar. Hozir she'r to'qib beraymi shu yerda?
Yordam berib turasizlar, ilhomlantirib. Qayerdan boshlasam ekan? Daraxtdan boshlaymi? Ketdi. Ulkan tog'lar bag'rida go'zal maskan erur so'x. Ulkan tog'lar bag'rida go'zal maskan erur so'x. Odamlari zavqlidir, yuragida doim cho'x. Yigitlari yugursa o'tar chopqir toydan ham. Yigitlari yugursa o'tar chopqir toydan ham. Qizlarining yuzlari oydin ekan oydan ham. O san'atning muxlislari bisyor ekan bu yerda. Qahqah otib kulishsa jo'shqin ekan soydan ham. O'xshadi. Keldi. Faqat menga o'zimga yozib berasizlar keyin. Yaxshi niyatda kelganmizda, chunki bu yerga haqiqatan odam kelsa ilhomlanib ketar ekan, ilhomlari toshib ketar ekan. Aniga Dudik bilan Bikka haqida gaplarni eshitmay, vaqti ilhomlanib ketdim. Baraka topsin. Bu yerda haligi xatni to'ylarda haligi qiyiqcha deydi Toshkentda, vodiyda chorsi deydi. Unda qo'yib berib tur. O'rtaga tashashlari, xalqni san'atga bo'lgan muxlisligini ko'rib qoyil qoldik. Hozir yana bir to'qigim kelib ketyapti. Bir beva ayol, yolg'iz ayol, yumshatib aytay, yolg'iz ayol dengizlarning bo'yiga damogani boribdi-da, unda damamoqchi bo'lib, unda qarasa, hamma jufti bilan kelgan ekan. Sevishganlar bir-birlari bilan kelgan, xotinlar bir-birlari bilan kelgan. Haligi ayolni o'ziga o'zi rahmi kelibdi-da, xafa bo'lib, unda dengizni bo'yida ketyapsa, unda qarasa, dengizni bo'yida Mahmud Namozovning ko'zasi do'mpayib turgan ekan. Haligi ko'zani bunda ish qilasa, ichidan jin chiqib ketdi. Tilagina. Desa haligi ayol qo'rqib ketdi. Tilagina. Desa haligi ayol o'ziga kelib, "Voy o'lay jin. Qo'qtuvarding. Sal sartarosh-partarashga bor, sal soch soqolingni avval. Qo'qtuvarding. Jin, tilagim shuki, mana shu yerdagi hamma narsa menga tekin bo'lsin." Bajarildi. Desa, hamma narsa tekin bo'lib qopti. Ikkinchi tilagingni tila. Ikkinchi tilagim, mana shu yerdagi hamma narsa dam olish maskanlari meni ixtiyorimga o'tsin. Bajarildi. Desa, haqiqatan buxgalterlar kelib unga hisobot berayotganmish. Uchinchi tilagingni tila. Desa haligi ayol, endi jinjon, yolg'izman-da. Shunga bitta turmush o'rtoq topib ber. Haligi erkak haqiqiy erkak bo'lsin. So'xli bo'lsa ham mayli. Haqiqiy mard erkak bo'lsin. Aqlli bo'lsin, farosatli bo'lsin, eng asosiysi vafodor bo'lsin. Jin hayron. Bunaqasini qayerdan topaman? Topdim debdi. Qani, olib kel. Qachon olib kelay? Hozir olib kel. Hozir iloji yo'q debdi. Nimaga iloji yo'q? Jinsan, olib kel. Hozir iloji yo'q. Nimaga iloji yo'q? Olib kel hozir. Iloji yo'q. Chunki hozir u so'xda odamlarni kuldiryaptidir. Odam yaxshi niyat qilib yuraverish kerak. Bir akamiz g'alati yurar ekan buni qilib. Og'aynilar so'rabdi. Nimaga unaqa qilib yuryapsan? Qani endi xo'rozga aylanib qolsam. Kallang bormi? Nimaga xo'rozga aylanishni niyat qilyapsan? Xaras qilgan xo'rozga aylansang zo'rda 40 ta makoning bo'ladi, bitta ham qaynanang bo'lmaydi. Niyat xolis. Haligi akamiz aylanib qopti. Faqat xo'rozga emas, tovuqqa aylanib qopti-da. Tovuqqa aylanibdi. Tushida tovuq katayda o'tirganmish tushida. Tovuq shunaqa bo'ladi. O'tirsa bir payt tovuqning egasi kayib kirib bittadan tovuqni olib chiqib ketib so'yayotganmish. Haligi akamiz qo'rqib ketdi.
Nima qilyapti desa eski to'g'rilar aytarmish. Bizda shunaqa. Kim tuxum tug'masdan so'yadi. Jon Shirin akamiz qo'rqishni boshladi. Men umrimda tuxum tug'maganman u. Desa qiyin joyi yo'q. Ikkita patiz ikki tomonga urib kuchansangiz tuxum tug'asiz. Jon Shirin haligi akamiz harakatni boshladi. Yo'q, bo'lmadi, yana bir marta harakat qilay. Yo'q, bo'lmadi, yana bir marta harakat qilay. Harakat qilib tursa, xotini kelib uyg'otayotganmish. "Voy dadasi, uyg'oning, hamma yoqda rasvo qilib yuboribsiz. Nima qilib yotibsiz?" Shuning uchun yaxshi niyat qilib yurish kerak ekan. Bugun bu yerga hamma yaxshi niyatga kelgan. To'g'ri, mana qarang, xushday chavorashyapti. Odam bolasi bulbulga o'xshab sayrasa g'uborlar tarqaladi. Men ham bir bulbulga o'xshab sayrayman. Mendan keyin o'z qarab ko'ramiz. So'xda bulbulga o'xshab sayray oladiganlar bormi ekan? Bormi birorta? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta, ana ko'payishdi. Ana! Men yolg'iz emasman. Chunki bulbulni oldin erkagi sayrar ekanda. Keling. Bo'ldi, vali. Yuguring, tez keling, aylanib ketay. Aman bo'linglar, baraka topinglar. Bo'ldi, ketaveringlar. Bu nimaga kelganini ham bilmayman. Shoshma, bu yoqqa. Injabet. Katta bo'lguncha birorta artistga guylab chiqmaydi endi. Sanchib qo'y, shu yerga. Abg'ayt. Sanchilmas ekan. Nima deyatdim? Ha, yaxshi niyat qilib yurish kerak odam. Shuning uchun kelinglar, mana qarang. Bugun ajoyib kun. O'tgan safar ham kelganimizda odamlar rosa ko'p edi. Bu safar undan ham ko'p. Keyingi safar biz son jetdan turib vыступление qilamiz. Tepadan turib. Odamlar ko'payaversin, maza qilib dam olinglarda biz mana sa'y harakat qilib keldik. Avvalo, Ichki ishlar vazirligi Ashro raqs ansambli yaxshi niyatga keldi. Vazirimizdan tortib to kichik xodimgacha qoyil qolamiz va qolaversa, mana shu So'x tumani ichki ishlar xodimlarini rahbariga ham alohida qarsaklarni aymaylar. Bizni chegaralardan o'tkazib mashinalarga olib kelib sir bir maza qilinglar deb mana sa'y harakatlar qilishdi. Hokim buvamizga ham qarsaklarni aymaylar. Shuncha mana sa'y harakat qilib turishibdi. Umrlari uzoq bo'lsin. Yana bir narsa niyat qilmoqchiman. Kelinglar, zo'r niyat qilsa, mana birinchi qatorda keksa otaxon, onaxonlarni ham ko'rib turibmiz o'tirganlarni. Ularni ham qadamlariga hasanat. Umrlari uzoq bo'lsin shu otaxonlarni. 100 ga chiqsin deganlar qarsaklarni aymasinlar. 110 ga chiqsinlar, qattiqroq qarsaklarni aymaylar. 120. Menga nima? 150 ga chiqsin. O gapim duoga aylanib mustajob bo'lib qolib, 150 ga chiqib, o'lolmay yuraversa odam. O'zim gapiraman, tasavvurim ishlab ketadi. O'lolmay yuraversa, ko'chaga chiqsa 150 ga chiqqanda, bundoq ko'chaga chiqsa qarasa, birorta tanishi yo'q, qaytib kirib ketaveradi. 175 ga chiqqanda, ko'chaga chiqqanda qarasa atrofda birorta u taniydigan odam yo'q. Ana kim edi, mana kim edi. Kampiriga qarab, "Kimsan?" desa kampir, "Tanimayapsizmi, to'tik?" Bikka. Shu yoshda ham eslab tursa yoshligini, aylanib ketay. Hazır qilamiz xolos. Iloyim bir gap bor. Ibn Sinoni bir gapi bor. Buni yaxshi bilasizlar. Agar deydi, chang g'ubor bo'lmaganida edi, odamzod necha yil yashar edi? Odamzod bunday mustaqil, shunaqa tinch yurtda odamning 1000 yoshlarga kirgis keladi. 1000 yoshga kiradiganlar qarsaklarni ayamasin. Menga xato kelyapti shekilli. O'tgan safar kelganimda boplashgan. Hali esimda. Bu yoqqa qara. Bularning esidami ekan? Qo'lingni ko'tar tepaga. Qo'lingizni ko'taring. O'tgan safar kelganimni bilmaganlar uchun. Doim kelsam shu yerda shunaqa hazil qilishadi. So'xda sahnasiga chiqqanda oyog'im qaltirab turadi o'zi. Qo'lingizdagi nima bu? Haloyiq qo'lidagi nimaligini bilganda menga bermas edi bu. Yo, biladimi? Nima qo'lingizdagi?
Pul. Pul. Qanchalik pul? Bir pachka bo'lsa bo'lar ekan. Qanchalik pul? 1000 so'm. Kimga olib keldingiz uni? Senga. Nimaga menga pul bergis keldi? Rahmim keldi. Sol. Endi nima deydi ketaverdi? O'rganib qo'ysam bo'lar ekan toychani. Bilaman. Kachaki zim zim zim. Shu joyini bilaman xolos. Va odam satriseni bo'lsa g'alati bo'lar ekan. O'tgan yil kelganim esimda yo'q, hozir mana shu yerda eslatishdi. Satrisen oranglarda satriseni bo'lganlar bormi? Ha? Voy satriseni shunaqa maza ekan. Hamma narsa esingizdan chiqib ketar ekan. Agar satrisenaning bunaqa sharofati borligini o'rganimda-chi, ko'pchilikdan qarz olib qo'ygan bo'lardim. Sizni qattiqdir ko'rgandayman deb turaverasiz-da. Rost. Voy, otdan yiqildim. Bir kinoda qattiq boshim bilan betonga tushdim, keyin belimga tushdim, keyin banisaga tushdim. Ertalab tursam o'zimni kimligimni bilmayapman-da. Doktorlar bir-biriga gapirishyapti. Artist deyshodi. Rosa o'ylandim. Qaysi artistman deb o'yladim. Menimcha men Sevinch Mo'minova bo'lsam kerak. Jussam kichkina, sahnadan u yoqdan bu yoqqa yugurayotganda yiqilib tushgan bo'lsam kerak deb rosa Sevinch Mo'minovani qo'shig'ini aytdim. Olib ket meni, olib ket, sen yo'q joylardan olib ket. Hech kim olib ketmadi. Keyin bilsam sudurgi bo'layotgan ekanman. Keyin bir ikkitasi aytdi, siz dedi, otdan yiqilgansiz dedi. Dedim, otdan yiqilgan bo'lsam men to'chna Hosila Rahimovaman dedim. Bos qamchi bosayotganda ketib qolganman dedim. Sizlar ko'rdinglarmi o'sha Hosila Rahimovani klipini? Ot chopganni ko'rdinglarmi? Bitta qarsagilarni ham ele ancha-muncha yigitam bunaqa ot chopolmaydi. Bos. Sizlar uni zamedlinni qilib ko'ringlar-da. Maza qilasizlar. Otam oxiri ot gapirib yorgan ekan. 48 marta bos qamchi bos degandan keyin otam, "O Hosila, iltimos, o'pkangni bos" degan ekan. Keyin bildim, men Hosila Rahimova emas ekanman. 8 kundan keyin bildim, men Ozodbek Nazarbekov ekanman. Chunki bir oppoq hamshira qiz meni ukol qilgani kirib keladi, shunaqa ham oyog'ini quchoqlab yig'lagim keldi. Chunki faqat Ozod shunaqa deydi-da. Oyog'iga qarab ketaysam, hali hamshira qiz, "Jinnimisiz?" deydi. "Yo'q, Ozodmansam, siz kasalsiz. O'girling" deb bitta ukol qiladi. Yana dedim u. To'chna ozod ekansiz dedi. Endi kasallikdan ozod bo'ling dedi. Xudoga shukr, kasallikdan ozod bo'lib mana sizdek aziz insonlarni xizmatlarida yuribmiz. Umrimiz uzoq bo'lsin ilohim. Yana bir bora aytaman, 1000 yoshga kirib yuraylik ilohim. Qarsakinglarni ham mana shu otaxonlar ham 1000 yoshga kirsin. O'zim gapirishga gapirib qo'ydim, endi tasavvurim ishlab ketyapti. 1000 yoshga kirganda odam qanaqa yuradi? Aynaqa yuradi. Ikkitasi qo'ltiqdan ko'tarib oladi. 1000 yoshga kirgan tasavvur qilinglar, otaxon 1000 yoshga kirgan otaxon 910 yoshga kirgan o'g'lini so'kyapti. Ahmoqsan sen. Ahmoqsan desa 910 ga kirgan otaxon toppa to'g'ri dada. Ahmoqman, chunki sizni o'g'lingizman-da. Menga hazil qilma, ahmoqsan. Mana 670 yildan beri aroq ichasan. Tashamading. Mana bitta o'g'ling ko'chaga chiqib ketganiga 250 yil bo'ldi. Katta o'g'ling 480 yoshga chiqdi, hali ham uylantirmading. Qizing 370 ta va bitta ham sovchi kelmadi ya. Hammasi mayli. Kichkina o'g'ling 150 yoshdan o'tdi, hali ham sunnat to'yini qilmading. Hay ilohim, otaxonlarimiz shu yoshlarga chiqsinlar. Chunki ota-ona misoli go'zal bahorday, oyga chiqsang oyda ham borday, osmonday keng, iliq quyoshday, hayotda eng aziz bu ota, hayotda eng aziz bu ona. Ota-onasini e'zozlayotgan so'xlilarni omadi o'zlariga hamroh bo'laversin.
Endi tasavvur qilinglar, shu yerga bir otaxon kelib qolsa, dardini aytgani, qanaqa dardini aytgan bo'lar. Bitta do'ppinglardan berib turasizlar otaxonlar endi. Tavarruy do'ppilardan, boshga kiyadigan do'ppilardan berib turing. Otaxon nima bo'lsa bo'ldi. Assalomu alaykum. Boshingizga nima qildi? Un to'kildimi? Voy aynarim ketay, sochingiz chiroyli oqaribdi. Bir falsafiy gap gapirsam, baland tog'larga birinchi bo'lib qorlar yog'ar ekan. Iloyim boshingizga yoqqan qor muborak bo'lsin. Boshingiz hamisha tog'dek baland bo'lsin, hech qachon past tushmasin. Erkak kishini boshi past tushmasin. Faras qilinglar, shu yerga bir otaxon kelib qolsa, qanaqa dardini aytgan bo'lardi. Assalomu alaykum. Men hozir tish doktoridan kelyapman. Doktorda oldiga kirdimda, "Ey doktor" dedim. "Sen ukol qilmasdan tishni sug'urib ola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 lMen qiynalmayman, ukol qilmasdan tishni sug'urib olalalalalalasam desam, doktorni doktorlig'i tutib, "Ha otaxon, ukol qilmasdan 11 bilan sug'urib olalaman. Dodaylasa boshiga bolg'a bilan bir ruhlatib sug'urib olalaman." Diyordi, "Ha bu boshqa gap. Kampir kir tishini oldiramiz" dedim. Bu 4-chi kampir. 3tasi o'lgan. Birinchisi qo'ziqorin yeb zaharlanib o'lgan, ikkinchisi ham qo'ziqorin yeb zaharlanib o'lgan, uchinchisi mendan kaltab yeb o'lgan. Chunki u qo'ziqorin yeyishdan bosh tortgan dedi. Ilohim hech kim o'lmasin, hamisha qo'shganimiz bilan qo'sha qaraylik deb yaxshi niyat qiladigan otaxonlarimizga bitta qarsak aylanaylar. Ular mana shu yerda o'tirishibdi. Rahmat do'pp uchun. Ana endi tasavvur qilinglar, shu yerga eridan kalta yegan bu zakazlar bo'yicha andijonlik xotin kelib qolsa, qanaqa dardini aytgan bo'lardi. Bitta ro'molinglardan berib turasizlar endi, opalar. Yangalar, bitta ro'moldan berasiz. Onaxon, ro'molingizni bering endi, nima bo'ldi? Boshingizdagi ro'molni bering endi. Opa, rahmat. Hech narsa yo'qmidi? Aniq-a? Endi bo'ladi, chunki menda bor. Endi tasavvur qilinglar, eridan kalta yegan andijonlik xotin taxminan qanaqa qilib ro'mol o'rashi mumkin? U taxminan shoshilganda mana shundoq o'rar ekan. Urmay qo'ling silsin, iploq. Ashunchalik ham uradimi, urmay. Urursa odamga alam qilar ekan. O'zi so'xga yerga tegsam bo'lar ekan. So'xga tegmoqchi edim. So'xli kelinlarga qiyin ekan, kartishga ekishni bilish kerak ekan. Rost eshitdinglarmi, yaqinda 2 kilo 800 grammni kartishga chiqibdi. Omon bo'linglar, mehnat yashagan bitdagini. Meni aldab yerga berishganda, sportsmenni yerga berishganda iploq sportsmen ekan. Voy ichib olsa meni uradi, urmay, iploq. Odamga yeriz ursa alam qilar ekan. Voy yeriz ursa-chi boshingiz gangib bo'lar ekan. Voy ba'zida qaqa ketganimni bilmayman. Voy mashaqqa kelganimni ham, mashaqqa kelganimdan keyin bildim-da. G'alati bo'lar ekan yeriz ursa. Kechqurun bilan uxlatmaydi. Sigaret chekib chiqadi. Uni ustiga yo'taladi. Yo'talsang yo'talaver, menga ko'tal beraver. Sigaret cheksa chekaversin, lekin qulog'imni pipinisa qilmasin. Odamga alam qilar ekan, sigaret chekadi, kulini qulog'imga to'kadi. Rost. Yeriz ro'za qayerga ketganingizni bilmay qolar ekansiz. Ana u kuni oshxonam